Bismillah, mana shu videoni ko'rayotgan har bir insonga mana shunaqa xonadonlar nasib qilsa, ayniqsa garajda mana shunaqa gelium turishligini inshaalloh hamma ko'rayotganga nasib qilsa, hovliga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham fayzli hovli. O'rtada zilonli zona, bu yoqda tapchalar qilib qo'yishgan, mana qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Tapchanda o'tirib, ayniqsa yoz payti juda ham zo'r. Mana qaranglar. Yozgi oshxonasiga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Yozgi oshxona bu yoqda oila davrasida o'tirish uchun mana shunaqa joylar qilib qo'ygan. Uyimizning fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Bu yoqda basseyn, jakuzilarga shaxsan gap bo'lishi mumkin emas. Albatta devordagi rasmlarga qarang, hammasi chizilgan. Professional ustalar ishlaganligi shunday ko'rinib turibdi. Inshaalloh mana shu videoni ko'rayotgan har bir insonga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlarda ota-onasi bilan mazza qilib yashashlik nasibi ro'za aylasa, bu videoni bitta like bosib eng yaqin jigaringlarga jo'natib qo'yinglar.